Yolg'onchilik va axloq. Men kishilarning shaxsiy turmushiga aralashmayman. Men azaldan bunday ishni qilib baxmadim. Ross Perotning 1992-yili 7-oydagi ABC xabarlaridagi bu so'zlari uning o'zining prezidentlik faoliyatiga qatnashgan fidoyilarni maxfiy tekshirganlik to'g'risidagi ayblashlarni oxirlashtirishni maqsad qilgan edi. Ayblashlar oxirlashdi. Ammo Perot o'ylagandek tarzda emas. Bir necha soat ichida Perotning odam yollab kishilarning o'tmishini tekshirganlik to'g'risida inkor qilg'ili bo'lmaydigan faktlar o'tirg'a chiqdi-da, atisi Ross Perotning yolg'on so'zlaganligi hammalarga ayon bo'ldi. Albatta, bu bir siyosiyonning tunji qitim yolg'on so'zlash emas. Shundaqla eng oxirgi qitim qism emas. Ba'zida qasdan yolg'on so'zlashni maqsad qilgan yolg'onchilik eng yaxshi javobdek ko'rindi. Masalan, bir aka singlisining mast bo'lib qolgan eriga singlisining qayerda ekanligi to'g'risida qasdan yolg'on so'zlaydi. Chunki aka bu harakatning o'z singlisiga azor berishidan qo'rqidi. Doktor qattiq tushkunlashib ketgan bemorning eshib ketsa 6 oy yashay oladiganligiga jazm qilgan turuqliq uning uzun muddatlik asli kelish ehtimolligining 50% ekanligini aytdi. O'g'li o'lim sakratidagi opasining bir qism pullarni o'zining tavutiga silib qo'yish talabiga ma'qul bo'ldi-yu, opasi vafot bo'lgandan keyin u pullarni faqirlarga sadiqa qilib etdi. Halbuki nurg'un falsafa va diniy an'analar uzundan bo'yon yolg'onchilikqa intayin oz sondagi ahvolda ruxsat qilinganligini o'ttirib qo'yib keldi. Undaqda yolg'onchilikning mohiyati zodi nima? Faylasuf Immanuel Kant yolg'onchilik axloqiy jihatdan hamish xato deb qaraydi. U barliq insonlarni tug'ma qadr-qimmatga ega deb qaraydi va buni insoniy izzat-hurmat deb ataydi. Kantning nazarida bu xil qadr-qimmat insonlarning o'z oldiga qaror chiqara oladigan, o'z nishonini o'z belgilay oladigan va qilmishlarga aql-farosat orqali yetakchilik qila oladigan o'zgacha oqilona subyekt ekanligidan manbalangan. Kant inson bo'lish erkin qaror chiqarishda oqilona kuchga ega bo'lganlikdir. Axloq o'zidagi va boshqalardagi ashu xil kuchni hurmatlashtir deydi. Shunga yolg'on so'zlash ikki xil sabab tufayli axloqiy jihatdan xato. Birinchi, yolg'onchilik insonligimdagi eng muhim sifatni, ya'ni mening erkin, muvofiq qaror chiqarish iqtidorimni vayron qiladi. Men degan har bir yolg'on gap vujudimdagi menga axloqiy qimmat ato qilgan qismimga zid keladi. Ikkinchidan, mening yolg'onchilikim boshqalarni muvofiq qaror chiqarish erkinligidan mahrum qiladi. Mening yolg'onchilikim kishilarning haqiqatni bilgan chaqdikidan farqli qaror chiqarishiga sababchi bo'lganda, men ularning insoniy izzat hurmati va mustaqilligiga ziyon solgan bo'laman. Ikkinchi xil qarash bo'lgan fazilat etikasidamu yolg'onchilik axloqiy jihatda xato deb qaraldi. Fazilat etikachilari to'g'ri va xato harakatlarga aqlga va kishilarning nima qilish qilmaslik kerakligiga binoan hukm qilishning o'rniga xarakter taraqqiyotiga yoki kishilarning qanday odam bo'lish kerakligiga ko'ngil bo'ladi. Fazilat kishilarning ma'lum usulda harakat qilishini oldingi shart qiladigan, orzu qilinadigan sifatlardir. Masalan, odillik biz o'zimizning yoshirin kuchimizni ishga oshirish uchun tirishish jarayonida tanlashimiz mumkin bo'lgan fazilatlardan biridir. Fazilat etikasida fazilatlik bo'lish axloqli bo'lishdir. Gerçi fazilat etikasining mohiyati shaxsning qilmishlarining axloqiyligini baholashni qiyinlashtirayotgan bo'lsa-mu, mazkur nazariyani targ'ib qilguvchilar odatda yolg'onchilikni samimiylikdan iborat fazilatga zid ekanlik sababli xato deb qaraydi. Bu nazariyaga ishonuvchilar orasida rahimdillikka o'xshash boshqa bir fazilatni qo'g'lishib, yolg'on so'zlashning to'g'ri xatolik to'g'risida ixtiloflar mavjud. Ko'pincha etikshunoslar fazilat o'ttirsidagi bu xil ro'shan ziddiyatni fazilatlarning birligi deb atalgan uqum orqali bir taraf qilishga urinadi. Bu ta'limotga ko'ra fazilatlik odam, ya'ni biz har doim aylanishga tirishadigan ideal odam fazilatlarning hammasini ro'yobga chiqarmay turib, ulardan birini ro'yobga chiqara olmaydi. Shunga fazilatlar o'ttirsida rahimdillikdan manbalangan yolg'onchilikka o'xshash ro'shan ziddiyatga yo'liqqanda, fazilat etikasi bizdan ba'zi ideal shaxslarning shu xil ahvolda qanday qilganligi haqida o'ylanishni va shuningga mos holda harakat qilishni hamda shu orqali ideal odamning fazilatini o'zimizda hozirlashni talab qiladi. Mohiyatda fazilat etikasi mundaq deb qaraydi. Yolg'onchilik biz aylana oladigan eng yaxshi insonga aylanishga yaqinlashish emas, balki uningdan bir qadam yiroqlashganlik bo'lganlik uchun axloqsizlikdir.
Üçüncü xil qarashqa, ya'ni manfaatchilik etikasiga ko'ra, Kant bilan fazilat etikachilari yolg'onchilikning axloqiy xarakteriga hukm qilishdiki, tüp o'lchamga, ya'ni uning oqibatining yaxshi-yomon taraflarini o'lchashga sal qaraydi. Manfaatchilar kelib chiqqan oqibat foydani eng zo'r chekka yetkazganda yoki ziyonni eng tuvan chekka tushirganda yolg'onchilikni o'z ichiga olgan qilmishlarni axloqiy jihatdan qabul qilishga bo'ldi deb qarashadi. Shunlashqa, ularning nazarida yolg'onchilik hamisha axloqsizlik emas. Hatto foydani eng zo'r chekka yetkazish yoki ziyonni azaytish uchun yolg'onchilik qilish zarur bo'lsa, yolg'on so'zlamaslik axloqsizlik bo'lishi mumkin. Halbuki, manfaatchilik etikasini kundalik turmushda qaror chiqarish jarayoniga tatbiqlash ba'zi mushkul. Chunki bunday qilish uchun kishilar qaror chiqarishdan ilgari cho'qim harakatining umumiy oqibatini to'g'ri mo'ljallamasi bo'lmaydi. Tövəndəki misal yolg'on so'zlash tanlashlardan biri bo'lgan ahvolda manfaatchilik etikasiga ishonuvchilarning nimalarni o'ylashi kerakligini ko'rsatib berdi. Yuqorida tilga ilingan o'g'il bilan uning o'lim sakratidagi opasining ahvolini o'ylang. O'g'il astoydil o'ylanish orqali onasining meroslarini uning degani bo'yicha bir taraf qilishning, jumladan bir bo'lib pulni taotga silib qo'yishning to'g'ri ish emasligiga jazm qiladi. Chunki opasining degani bo'yicha qilsa, bu pul isrof bo'ldi yoki o'g'irlanda namoratlar uningdan foydalanish imkoniyatidan mahrum qoladi. O'g'li o'zining haqiqiy muddasini oshkorlasa, opasining bu ishni boshqa biriga havola qilganligini bilgachga, uningga talabini qondirganligi haqida yolg'on aytadi. Bu misolda manfaatchilik o'g'ilning texmi ko'p yaxshilik uchun yolg'onchilik qilish qarorini qo'llaydi. Bu misolda manfaatchilik o'g'ilning texmi ko'p yaxshilik uchun yolg'onchilik qilish qarorini qo'llaydi. Manfaatchilar boshqalarga manfaat yetkazishni maqsad qilgan yolg'onchilikni axloqiy jihatdan qabul qilishga bo'ldi deb qaraydi. Manfaatchilar boshqalarga manfaat yetkazishni maqsad qilgan yolg'onchilikni axloqiy jihatdan qabul qilishga bo'ldi deb qaraydi. Doktorning umidsizlangan bemorga o'zining asli kelish ehtimolligining 50% ekanligini aytganligini, amaliyotda barliq sinoqlarning bemorning faqat 6 oy yashay oladiganligini ko'rsatganligini tasavvur qilib beqing. Doktor o'zining ko'p yillik tajribasiga asosan shuni biladiki, agar bu xil bemorga haqiqiy ahvolni aytsa, u texmi tushkunlashib ketishi, hatto o'lib o'lishi mumkin. Lekin u asli kelishni umid qilsa, qolgan vaqtini qadrlashi mumkin. O'xshashla, manfaatchilar bu misoldagi doktorning qarorini qo'llaydi. Chunki doktorning shaxsiyatsiz yolg'onchilik orqali texmi cho'ng manfaatni qo'lga keltirgil bo'ladi. Gerçi yuqorqi fikir mantiqliqda ko'rinsimi, ammo manfaatchilikni tanqid qiluvchilar bu xil nazariyani amaliy qaror chiqarishga tatbiqlashda ig'ir nuqson borligini ilgari surdi. Chunki kishilar hamisha o'z qilmishining oqibatini xato mo'ljallaydi yoki o'z yolg'onchiligining jamiyatga ko'rsatilgan ziyonli oqibatlarini sal chaqlab qoldi yoki nazardan soqit qildi. Yuqorqi ikki misolni olaylik. O'g'ilning opasining o'ziga bo'lgan ishonchisini suiiste'mol qilishi va doktorning bemorga yolg'on so'zlashi bu aldamchilikdan xabar topganlarning hammasida kishilar orasida ishonchning susishishiga ergishib, kishilar orasida insonlarda yaxshilik borligiga ishonmaydigan holat avj oldida umumiy turmush sifatimiz tuvallaydi. Uning ustiga kishilarning texmi cho'ng yaxshilikni ko'zlab yolg'on so'zlisi bo'ldiganligini ilgari surish tiyilg'oq yonto'liqni keltirib chiqardida, bu yerda epçillik bilan hisoblangan axloqiy sabab bilan shaxsiyatchilik qilmishi uchun tepib chiqilgan quruq bahona o'ttirsidagi fasil to'lim inchiklashib ketadi. Yonto'liqdan tiyilib tushish oxirida bu kishining pulini o'g'irlashim durust, chunki men uning bir qismini sadiqa qilaman degandek axloqdan nisbisiz bayonlarni keltirib chiqardi. Manfaatchilik etikasining qarashlariga qo'shilmaydiganlar texmi cho'ng yaxshilik uchun yolg'on so'zlashni o'z ichiga olgan mujmal yoki subyektiv sabablar tufaylidan yolg'onchilikqa yo'l qo'yishni to'lim ig'ir oqibatlarni keltirib chiqardi deb qaraydi. Manfaatchilarning yolg'onchilikni yo'lliqlashtirishini tanqid qiluvchilar yana har qanday kishining, hatto solihlarning yolg'onchilikning rostchilikdan ko'p yaxshilik akilganligini bilishning qanchalik mushkul ekanligini ta'kidlashadi. Chunki ko'pincha hollarda qilmishlarning oqibatini to'g'ri mo'ljallagil bo'lmaydi. Yolg'onchilik hamisha zanjirsimon reaksiya paydo qilib, kishilar umid qilmaydigan yoki mo'ljallashdan ojiz kelgan oqibatlarni keltirib chiqardi. Uning ustiga bir odamning o'zining yolg'onchilikka keltirib chiqadigan foyda ziyonni obyektiv mo'ljallay olishmi ba'zi mushkul. O'z nazarimizda biz o'zimiz aytgan yolg'onchilikdan allaqanday nafga erishimiz. Shundaqla biz o'zimiz yolg'on so'zlagan har bir ahvolda dunyoning texmi yaxshilanadiganligiga ishonishga moyilmiz.
Bu sebepler tüpaylidan tanqidchilar yolg'onchilikning foyda ziyinning to'g'ri mo'ljalligi bo'lmag'achqa, yolg'onchilik axloqiy jihatdan xatodir deb qaraydi. Aniqki, yolg'onchilik muhokama qilishga arziydigan masaladir. Chunki nurg'un kishilar bu masala ilgirga qaraganda texim eg'irlab ketdi deb qaraydi. Yaqinda Davr jurnalidagi bir maqolada kishilar o'zlarining bir-biriga qartilgan qilmishlarini yetaklaydigan qoidalarni tushunmas bo'lishgan yoki ularga qo'shilmas bo'lganda ijtimoiy aniqsizlik ichida yolg'onchilik avj oldi deyildi. Balkim biz kantchilar fazilat etikchilari va manfaatchilarning aralashmasi bo'lganligimiz uchun ijtimoiy aniqsizlik davomli kuchayishi mumkin. Texmi muhimi, yolg'onchilik ehtimolligiga duch kelganda har qanday axloqiy qarash haqida to'liq o'ylanganlar to'limi azdir.